Dunyoda panellarning har xil turlari mavjud, lekin qaysi biri sizga mos? Qaysi panelni tanlagan ma'qul? Monokristalli panellar eng samarali turlar, eng yuqori sifat va energiya hosildorligi bilan mashhur. Samaradorligi 20-25%. Bulutli kunda ham ishlaydi. 30 gacha siz uchun xizmat qiladi. Polikristalli panellar arzonroq variant. Oddiy loyihalar uchun mos. Samaradorligi 20-22%. Eng yaxshi ishlaydigan joy issiq va ochiq hududlar. Gibrid panellar ikki tomonlama energiya manbaini beradi. Eng zamonaviy texnologiya ular nurni har tomondan qabul qilish qobiliyatiga ega va 10-15% ko'proq energiya beradi. Tanlashda kafolatga qarang. Eng yaxshilari 30 yil kafolat beradi. Ishonchli brendlar: GA Solar, Jinko Solar, Longi, Trina sifat kafolati bilan. Yaxshi panel to'g'ri inventor va professional o'rnatish bilan birga ishlaydi. Tanlayotganda samaradorlik, kafolat, xizmat va narx muvozanatini unutmang. Toza energiya, toza kelajak. Solar Eco Panels siz uchun xizmat qiladi.